bloger Dilimga tashrif buyurdi. Dilimga tashrif buyurgandan so'ng siz unga to'n kiydirdingiz. Karnay sunniy savdolar ostida kutib olindi. Biz ham borsak, bizni ham shunaqa karnay sunniy savdolar ostida kutib olishadimi? Oddiy xalqda ham tandir go'shti shunaqa mehr berib kutishadimi degan so'zlarni aytishimga nima deb izoh berasiz? Ehtiyojmand qatlamga ehson qilib 1 kilodan tandir go'sht bersalaring bo'lmasmidi? Nima kerak unga to'n kiydirib? Negativchilar ha deb negativ yozmasdan bemalol kelaveringlar. Sizlarni ham shunday kutib olamiz. Uyim ochiq, bemalol kelaveringlar. Ichkarida o'zingiz uyingizda faoliyat yurityapsiz. Bunga nima sabab? Ko'pchilik hali ham adashyapti. Uyga sharoit qildik. Sizni oldingizga tandir go'shti ko'rgani kelishsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar unga bir bo'lak tandir go'sht berasiz. Unda qanaqa mashaqqatlar bo'lgan, kim ustozi bo'lgan, nimaga qolgan tandir go'shtchilar pashsha qo'rib o'tirganda Eshon boboni tandir go'shtlari bunchalik mijozbop. Eshon bobo tandir go'shtlari nomi bilan mashhur bo'lgan Ma'rufxon Eshon bobo bilan bugun uylarida suhbat qilishga qaror qildik. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Bobur. Do'stlar, demak butun dunyoga mashhur bo'lgan Surxondaryo viloyati Denov shahrining O'rmon tandir go'sht, ya'ni Eshon bobo tandir go'shtlari nomi bilan mashhur bo'lgan Ma'rufxon Eshon bobo bilan bugun uylarida suhbat qilishga qaror qildik. Sababi juda ham ko'plab negativ va ijobiy fikrlarni shaxsiyimizga ko'plab yozishib, Ma'rufxon Eshon bobo bilan demak intervyu olishimizni juda ham ko'plab insonlar so'rashgani uchun bugungi intervyuni qilishga qaror qildik. Eshon bobo, avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Rahmat bizga vaqt ajratib intervyu berishga rozilik bildirganingiz uchun. Eshon bobo, sizni tandir go'shtingizni nafaqat Surxondaryo, nafaqat Denovda, balki butun dunyoda bilishadi. Ta'mini tatimagan inson deyarli uchramasa kerak. Lekin Ma'rufxon Eshon boboning tandirlarini hamma yegan. Ma'rufxon Eshon bobo o'zi qayerdan bu darajaga yetgan? Ya'ni O'rmon tandir go'sht, Eshon bobo tandir go'sht darajasiga qachon yetgan? Unda qanaqa mashaqqatlar bo'lgan? Kim ustozi bo'lgan degan savollar juda ham ko'plab beriladi. Shu holatlarga birinchi izoh bersangiz, keyin qolgan savollarga o'tsak. Marhamat. Birinchi bizning ustozimiz dadam bilan amakim bo'lgan. Shu yoshlikdan 10 yoshdan beri shuni xizmat qilib kelyapti, shu tandir sohasi bo'yicha. Shu duolarni olib kelyapmiz ustozdan, ota-onamdan. Demak, Eshon bobo, yoshligingizdan, bolaligingizdan tandir go'shtchilik faoliyati bilan shug'ullanasiz. Birinchi ustozingiz otangiz. Shunday. Demak, otangizni duosini olgansiz. Shunday. Eshon bobo, hozirgi kunda eng global mavzuga aylangan, ya'ni Qo'shtirnoq ichidagi shu Denov shahridagi O'rmon tandir go'shti va bevosita siz bilan bog'liq bloger Dilimga tashrif buyurdi. Dilimga tashrif buyurgandan so'ng siz unga to'n kiydirdingiz. Karnay sunniy savdolar ostida kutib olindi. Bu xalqimizga aksar qismiga, ya'ni Denovliklar turlicha fikrlar bilan qarshi oldi. Bir xillar maqtashdi, bir xillar qoralashdi. Bu haqda bir ozgina izoh bering, yana savol beraman. Birinchidan Denovimiz o'zi Surxondaryo ahli mehmondo'st xalq. Shu chetdan keladimi, o'la respublikadan keladimi, hurmatini joyiga qo'yib kutib olamiz. Eshon bobo aytishdiki, izohlarda bu bloger Toshkentdan kelgan, o'zi hamma yog'i o'ziga yetarli bo'lsa, undan ko'ra kambag'allarga, ehtiyojmand qatlamga ehson qilib 1 kilodan tandir go'sht bersalaring bo'lmasmidi? Nima kerak unga to'n kiydirib, nima kerak unga karnay sunniy chaldirib degan gaplarni aytishda bunga nima deb izoh berasiz? Endi ehsonni aytilmaydi, Xudo biladi. Ehson aytilmaydi. Shu biz ehson ham qilamiz, Xudoga shukr. Shu chiqarmaymiz-da hamma joyga ehsonni ham. Eshon bobo, izohlarda yana shunday so'zlarni, fikrlarni bildirishadiki, Ma'rufxon Eshon boboni, ya'ni O'rmon tandir go'shti kuniga demak palondaqa miqdorda go'sht sotiladi. Deylik 30 ta yoki 40 ta. O'zi go'shtlari qanaqa go'sht? Afg'on qo'y go'shtimi yo O'zbekiston qo'y go'shtimi? Biz bilmaymiz. Sifatini ham faqat shu pishgandan keyin ta'mini maqtaymiz, lekin o'zi qanaqa qo'y go'shtidan foydalanishadi degan so'zlarni ham berishadi. Bunga bir izoh bering. Shu mesni qo'ydan qilamiz, o'zimizni joydori qo'ylardan. Echki qilmaymiz, faqat qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Chetni go'shtidan qilinmaydi bizga. Eshon bobo, shu o'rinda yana bir shunaqa fikrlarni yozishadiki, odamlar
Denovda, Surxondaryoda juda ham ko'plab tandir go'shtchilar bor. Tandir Shunday. go'shtchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan ko'plab tadbirkorlar bor. Nimaga qolgan tandir go'shtchilar pashsha qo'rib o'tirganda Eshon buvoni tandir go'shtlari bunchalik mijoz bor. Odam ham juda ham ko'p. Buni siri nima degan savollarni berish. Endi bu ishimizni ustidan ishlaymiz. Tavakkal qilmaymiz. Shu polni mehrni beramiz go'shtga. Sifatli narsa ishlatamiz. Sizda marketing ham juda ham kuchli. Men e'tibor qilib turdim. Odamlar xoh olsin yoki olmasin, sizni oldingizga tandir go'shti ko'rgani kelishsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar unga bir bo'lak tandir go'sht berasiz. Aytaylik bir kunda 100 ta odam kelsa yoki 150 ta odam kelsa, bu 10 kilo, 15 kilo go'sht degani. Buni ham hisob kitobini qilasizlarmi, Eshon bu? Endi bu hisob kitobni qilmaymiz, shu xalq davolim bo'lib ketsa bo'ldi. Shu 10 ta 15 tagacha sotamiz. Shu qolgani ham yetadi bizga. Demak, ish jarayonida odamlar kelsa, o'z-o'zidan shu mehriylar jo'shib ketib berasiz. Oldindan bu bir maqsad ko'zlanmagan. Shunday, mijozlar rozi bo'lsa, o'sha barakasi o'shanga bo'ladi. Yana bir shunaqa fikrlarni yozishdi, odamlar shaxsiyimga ham bevosita yozishdi. U bolani videolari ham chiqdi, bir fikrni yozishdiki, biz ham borsak, bizni ham shunaqa karnay-sunday savdolar ostida kutib olishadimi? Oddiy xalqda ham tandir go'shti shunaqa mehr berib kutishadimi degan so'zlarni aytishdim. Bunga nima deb izoh berasiz? Negativchilar, ha deb negativ yozmasdan bemalol kelaveringlar, sizlarni ham shunday kutib olamiz. Uyim ochiq, bemalol kelaveringlar. Xalq xizmatigamiz. Yana bir savolni bersam, oldin siz shu o'rmon tandir go'shti yo'lni ustida savdo qilardingiz. Shunday, ko'chamiz ustiga. Yaqin-yaqindan, demak, ichkarida o'zingiz uyingizda faoliyat yurityapsiz. Bunga nima sabab? Ko'pchilik hali ham adashyapti. Uyga sharoit qildik. Shu uzoqdan kelgan mehmonlarga bir chiroyli joy qilib, bir chiroyli o'tirib ketadigan joy qildik-da. Demak, hurmatini joyga qo'yish uchun yaxshi sharoit degansiz. Shunday. Bizni kuzatib turgan obunachilarga, o'zi barcha butun vatandoshlarga sizni g'oyibona yaxshi ko'radigan, endi sizni deganda sizni tandir go'shtingizdan yaxshi ko'radigan insonlarga nima deb bir fikr bildirasiz? Fikringizni bersa marhamat. Bizni kuzatib turgan vatandoshlar kim bo'lishidan qat'iy nazar uyimiz ochiq. Shu tandir go'sht tufayli bir mehmon bo'lib ketasizlar. Bemalol uyim ochiq sizlar uchun. Eshon buva, siz aytmoqchisizki, tandir go'sht bir bahona, shunday. Mehr ko'zda. Mehr ko'zda. Oqibat. Hammadan qolib ketadi bu. Demak, aziz vatandoshlar, sizlarning iltimosingizlarga binoan Surxondaryo viloyati Denov shahridan butun dunyoga mashhur bo'lgan o'rmon tandir go'sht 770, ya'ni Ma'rifxon Eshonbobo tandir go'shtlarining asoschisi Ma'rifxon Eshonboboning oldilariga kelib, eksklyuziv intervyu qilishga qaror qildik. O'ylaymizki, barcha savollaringizga javob oldingiz. Izohlarda fikringizni bildirishingiz mumkin, faqat sha'n va qadr-qimmatni haqorat qilmagan holatda. Bizni kuzatishda davom eting, eng qiziqlari hali oldinda.